Yaxshi yetib olinglar. Tugaldi mana aziyatimiz, xudo xolasa. Sigir yo'nalishi tugaldi. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Sirasi. Hozir menikilar mashilar hozir aytyapman, ana shu 2,5 kilo vaqtida 3 kiloga yaqin mana shu olayapti-da. Mololar kunjarak kepak. Bu aziyafet. Hozir ana shu bo'zagingizga qanchadan beryapsiz o'shanda? Men bo'zakka живойsi 2 kilo, 2 kilo olgan oshiro 2 kilo, 1 kilo, 1 kiloni 2 ga bo'lib beryapman. Kechqurun. Lekin effekti zo'r. Effekt yaxshimi bo'zagida? Lekin menikilar ham, monolar ham o'sha gapingizni bo'ldim. Kunjara kepak yegan, mana bug'doy yorma yegan suvni 1 paqir ichsa, bu 2 paqir ichadi-da. 2 paqir ichsa, bu 3 paqir ichadi chanqat. Masalan, bir xil payt ernaman, ertalab ishga shoshilib chiqib ketib qolaman, hali zakaz pakaz bo'lib qolsa, kelaman, kechqurun bular 1,5 paqir, 2 paqir ichadigan bo'lsa, mana 3 paqir suv ichadi-da. Chanqatishi zo'r ekanda, lekin aziyatda. O'sha mollarni siz hozir necha mahal sug'oryapsiz? Men mollarni 3 mahal. Hop, ertalab ajrat tashlaganda soat 9:00da bir, 1:00da bir, keyin kechki payt 6:da qarayman. 6:da qaraganda 8gacha yeb bo'ladi. Yana bir martadan xudo xolasa suv. Iliq suv beryapsizmi o'shanda yo'q? Biz aron degan beraveramiz. Kranniki bor, kranimiz bor, kranimiz bor. Ha. Kran suv beramiz. O'sha 200 kilo oshiqroq bo'zagingiz 1 kilo ertalab, 1 kilo kechqurun aziyat etyapti. Buqanikidan. Buqanikidan. Effekti yaxshi bo'lyaptimi axir? Endi har kimga har qanday menga uncha narsa yoqmaydi, lekin menda 100% effekt zo'r-deng. Shuning uchun mana hozir qo'g'ay kelib, akadan mollarni ham ko'rib o'tmiz. Ilab ketyapman. Sut qanchaga oshirdi dedingiz hozir? 7 litrga qo'shdi bizni mollar. Ha, sigir yo'nalishidagilar. Shved mollar bizniki 7 litrga qo'shdi. Hozir o'shani qancha sog'ib olyapsiz hozir? Bittasidan 20 ta 18 ta sog'ib o'tmiz hozir. 20 ta 18 litrgacha. 10 ta 8 ta berayotgan mollar 17 18 19 kattali shvedlarim 20 tadan o'tdi. Effekti zo'r ekanda, nima-nima. Endi baydanligi reklama emas u, endi siz anchadan beri boqib mana o'sha sinab ko'ribsiz-da endi. Zotli mollarda xudo ko'proq ham qo'ysa kerak mana semental boquvchilar. Ama o'zimizda mana shu shvedlar, menda shved hammasi effekti zo'r ko'rinadi. Shuning uchun qayerda bo'lmasa, mana sizda bor ekan, sizga keldik. Xudo xohlasa bundan keyin klient bo'lamiz. Biz Qo'qondan, o'sha shaharlardan, uzoqdan olib kelib yedirib effektini ko'rdik. Bu safardagi xudo xohlasa o'zimiz yaqinda bo'lib qolibdi. Xudo xolasa gazlar ochilib qolsa yaqin bo'lib qoladi. Rahmat sizga ham katta.